أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Nizamuddin Ahmad ibn Muhammad Abu Ali Ash-Shashi rahimahulloh yozgan Usul Ash-Shashi nomli usul fiqh haqida yozilgan bu kitobimizniki birinchi boshlanish xutbasiga keldik. Biz avvalgi darsimizda usul fiqh haqidagi muqaddimani ustida o'tgan edik. Endi bugungi darsimizda darsning mazmunidan boshlab ketamiz. Musannif rahimahulloh o'z kitobini Bismillahirrohmanirrohim bilan boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki kullu amrin zibalin lam yubda bihi bismillahi fa huwa abtar. Har qanday bir holatga ega bo'lgan bir ish Allohning ismi bilan boshlanmasa bu quyruq kesik, barkat yo'q degan edi. Endi musannif undan keyin alhamdulillah bilan boshladi. Xuddi shuningdek yana hamd bilan boshlanmoqchi quyruq kesik degan bilan isba. Shuning uchun barliq musanniflar kitobini bismillah bilan alhamdulillah bilan boshlab kelgan. Endi bismillahirrohmanirrohimning sharhisi alhamdulillah sharhlarini men aqida tahoviy darsida so'zlab qo'ygan, shuni takror so'zlasak bo'ladi, vaqt uzrab ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi a'la manzilatal mu'minina bi karimi khitabih. Har bir hamd sana mu'minlarning manzilini, darajasini o'zining isil xitobi bilan üstün qilgan, oliy qilgan Allohga xosdir. Endi bu yerda alhamdulillahi a'la manzilatil mu'minina bi kalimi xitobi degandagi kalimi xitob degan Alloh taolaning xitoblarining hammasi isil, hammasi yaxshi. Belki bu asli bu nima? Bi kalimi xitobi asli bi xitabihil kalim. Ya bi xitabihi al kalim. Lekin bu nima nimaga tushunish uchun, qofiyaga tushunish uchun mudoflarni sifat mavsufni oldi keyinga qolish bor. Yani bir kalimi xitobi degan gap asli yani isil xitobi degan bo'ldi. Endi mu'minlarni Alloh taolo isil xitobi bilan qanday manzilisini ustun qildi desa, Alloh taolo nima deydi? Qur'on Karimda va antumul a'laun. Va antumul a'laun dedi. Yani mu'minlarga xitob qilib nima dedi? Sizlar ustun dedi. Sizlar davomli kafirlardan üstün durursalar deb mu'minlarniki manzilisini mush kalim isil oyati bilan nima qildi? Darajasini ko'tardi dedi. Mana bir. Buning yana bir xil ma'nosi usul fiqh bilan olsa bu bir kalima xitobi deganni bara'atul istihlal desa bo'ladi. Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal degan ya'ni shu kalamning beshida, so'z beshida, yaqin nutq beshida, muqaddimada shu o'zini so'zlamoqchi bo'lgan sözünün yoki yozmoqchi bo'lgan kitobiniki ichidagi mazmunlardan biri mazmunni ishorat qilish bilan gapning bir uchi mana so'z beshiga aloqador, yeni bir uchiga qarasak kitobning ichidagi mazmunlar bilan aloqador bo'lsa bara'atul istihlal deb ataladi. Mana shu bir kalima xitobi degan gap bir ma'nosi bu bo'ldi, ma'nosi endi bara'atul istihlal bo'yicha aytganda xitob degan ma'no, xitob degan usul fiqhda ishlatiladigan istilohlarning biri. Xitob degan nima desa, xitob degan hukm. Hukm deganni usul fiqh deganni fiqhniki ta'rifotlarining birida fiqh degan al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyah. Al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyah an adillatiha min adillatiha at-tafsiliyah degan bo'ladi. Nima ma'nosi? Fiqh deganniki ta'rifi. Endi ashadagi ahkam ash-shar'iy deganniki hukm. Hukm deganning ma'nosi nima degan bo'ldi degan, biz hukm deganning o'z ma'nosi isbatu amrin li amrin. Isbatu amrin li amrin. Dedik ma hukmning ma'nosini. Endi bu hukmniki istilohdagi ma'nosi al-hukmu khitabullohi ta'ala al-mutaalliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida'i aw at-takhyiri bil iqtida'i aw at-takhyiri aw al-wad'. Mana shu hukm degan bo'ldi. خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. عندي خطاب degan gap asli degan gap, xitob degan hukm degan gap. Endi xitobning o'zining lug'at ma'nosi nima?
Tevcihul kelam lil gayri lit tefhim, lil ifham. Hitap degenin özü ma'nisi tevcihul kelam lil gayr lil ifham. Yani özünün gayriga gapni tushundirish uchun gapni qaritishning o'zini nima bo'ladi? Hitap deb ataladi, hitap. Yani özünün gayriga gapni qaritib aytish hitap. Ikkinchi shaxsga so'zlash hitap. Muhatap degan hitap qilingan odam degan ikkinchi shaxs. Yani men unga ey unda qildingmi desam, nima u qarshi taraf ikkinchi shaxsning bo'ldi, muhatap bo'ladi. Hitap degan uchun mening ash g'ayriga qaritib aytilgan so'zim hitap bo'ladi, tushuntirish uchun. Endi Alloh taolaning bizga bo'lgan xitobi-chi, ya'ni Alloh taolaniki, ya'ni mukallaflarga aloqador bo'lgan ma'ni qil yoki qilma yoki masalan aqimis salata liduluk shams kun yigilganda namoz o'qing degandek vad'i hukmlari yoki qilma degan hukmlari yoki qilsang bo'ladi, qilmasang bo'ladi degan ixtiyor ta'xir hukmlari bilan bunday hukmlarni deb ataladi, xitob. Shu xitoblar hukm deb ataladi deydi. Endi Muşu Allah Teala Allah Teala'nınki muşu xitobiga muyassar bo'lganlar kimlar? Allah Teala'nın xitobiga muyassar bo'lganlar, hoy deb Allah Teala gap qilayotgan xitobiga muyassar bo'lganlar kimlar desa, ular bo'lsa mu'minlar. Yani Allah Teala'nın xitobiga usul fiqh bilimidagi xitobiga erişiş, şu Allah Teala'nın hitap kılış salayetiga erişiş kimning haqqı? Mu'minning haqqı. Çünkü Allah Teala'nınki namaz o'qi, zakat va ro'za tut, haj qil degan hitaplar kimga bo'ladi? Mu'minga bo'ladi. Kafir emas. Çünkü eğer siz kafir bo'lsangiz, sizga o'zingizga namoz farz emas, ro'za farz emas, haj farz emas. Nima farz sizga? İman etish farz. Kafirga avvala iman etish farz bo'ladi. İman etib bo'lgandan keyin bu nimaga? Bu mukallaf degan salohiyatga erishadi. Mukallaf degan salohiyatga erishgandan keyin Alloh taolaning xitobi, fiqhdagi xitoblari buni qartiladi. Bunga bo'lmasa uni iman etmaganda unga iman etish degan bosqichda faqat. Shuning uchun bu Alloh taolaning xitobiga tegishli bo'lish, Alloh taolaning xitobiga yarasha bo'lish bu salohiyatga erishgan katta salohiyat bu. Shuning uchun a'la manzilatul mu'minina bi kalami kitabi degan ma'nosi. Va rafa'a darajatal alimina bi ma'ani kitabi. Endi olimlarning darajasini o'zining kitobining ma'nilari bilan ko'tardi deydi. Olimlarning darajasini o'zining yoki o'zining kitobining ma'nilarini biladigan olimlarning darajasini ko'tardi. O'zining kitobining ma'nolarini biladigan olimlarning darajasini ko'targan zot Allohga hamd sano xosdir. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de deyna. Yerfa'illahu allazina amanu minkum vellazina utul ilme derecat. La yestevillezine ya'lamun vellezine la ya'lamun. Yani demek Allah Teala'nın kitaplarının ma'nilerini biladiganlarning derecesi tabii ki bilmeydigan mu'minlardan yuqori. Mu'minlarning derecesi kafirlarnikidan yuqori. Endi olimlarning derecesi kitapning ma'nisini biladigan olimlarning derecesi ma'nisini bilmaydigan mu'minlarnikidan tabii yuqori. Demek bu şumu yani baraat-ı istihlal. Çünkü bu usul fiqh degan Allah Teala'nın kitabının ma'nilerini bilganlar faqihda batırıldı. Ve şu ma'nilerini Allah Teala'nınki kitabının ma'nilerini istinbat qilib chiqarganlar usuli deb ataladi. Istinbat qilishni bilganlar usuli deb ataladi. Bu mu baraat-ı istihlal. Ve khassal mustanbitin minhum bimazidil isabati ve thawabi. Endi ularning ichidan yani Allah Teala'nınki kitabının ma'nilerini biladigan olimlarning ichidan mustanbitlarni xas qilgan degan gap. Yani mustanbit degan hamma olim mustanbit emas. Hatta Allah Teala'nın kitabındaki Kur'an'daki ma'ni bilganlar hammasi mustanbit olmaydi. Mustanbit degan alohida. Mustanbit degan yani Allah Teala'nınki kitabının ma'nilerinin ichidan hukmlarni chiqarib oladiganlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'nin ma'nisini tercüme qilgan, tafsir qilganlar darajasi yuqori mufassirlar. Lekin mufassirlarning
İçinden mufassirlarımı dersi koyarken ellezine yestenbituna Kur'an-ı Kerim yestenbituna diye ayet var. Yani şu Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kitabının me'nilerinin içinden me'nilerinden yani hükümlerini istinbat qilib chiqaradigan, hüküm çıkaralaydigan alimlar texmi bunun dersi yukarı. Bimezidil isabeti ve sevabi diyen gap. Yani bulanın dersini yani kitabının me'nilerini biladigan alimlardan mı yukarı kıldı demiş kıdırsa bimezidil isabeti ve sevabi. Yani ulağa birinci isabe. Hakkını tepişini ziyade kıldı ulağa. Hakkını bulağa doğru hüküm çıkarıcıların hakkını tepişini ziyade kıldı. Normal ma'ni etkilerden malik hüküm çıkarılan delisi hakkını tıkımıcı tapkalık için ziyade oldu ve sevabi ve hakkını tıkımıcı tapkalıkı sevap bilici bilen ziyade oldu. Şularını Allah'ı has yukarı mertebe kütüğü has kıldı değil. Hem bir şeyde ve aslındaki şerhte nemedeydi o ve hasal mustanbitine diye ya da şunun kararından olsak el mustanbitin yani el mujtehidin ellezine arafu taqatahum fi istigraj el mesail min el nusus bi ibaratiha ve dalalatiha ve işaretiha ve iqtidaiha ve bil qiyasi ala mabadi'in nusus. Yani mustanbitin yani mujtehidler. Yani nesler, Kur'an-ı Kerim'in neslerin, tekstlerin, hadislerden meselelerini çıkarışta yani onu ibaretleri bilen ibaretun nas, dalalatun nas, işaretun nas, iktidaun nas bilen ve neslerin umurlarına, neslerine karab durup şuna okşaydığı illeti bir xil olsa kıyas kılıç bilen buna kıvaladığın alimlerin de batılıdı o mustanbit de batılıdı o dedi. Bimezidil isabeti degende yani khassahum minhum bi ziyadeti isabetil hak. Yani ulanın içinden, yukarı alimlerin içinden mustanbitin bu mujtehid alimlerini hakkını tepişini ziyade kılışına has kıldı. Çünkü ulanın hatalık nadiren yani az yüz buludu. Küfünce hakkını tepiş ulanın karşı hakkını tepiş. Ama alimlerin içindeki mujtehid emez alimlerin kılafılan. Çünkü ulan küfünce hatalaşıp kaldı. Mujtehid olmak alimlerin küfüncesi hatalaşıp kaldı. Az bir kısmı hakkını tapıdı. Ama mujtehid alimler bunu okşamaydı. Ve sevabihi yani hassavun bi ziyade sevap. Sevabını ziyade kılıç has kıldı ulanı. Bile gidem ki ben bilen sevap ne? Çoluğu bəydi. Bile gidem ki ben bilen hakkını tepiş alaydılık ne? Mujtehid alimliği bəydi. Bile gidem ki demek muş alaydı husus terapi muş olaydı. Hoş ve salatu alen nebiyyi ve ashabi. Hem de duayı salam Peygamber Aleyhisselam'a ve onun ashabları olsun. Ve es-salat diyen gep kaçan es-salat ne kendi ala gep kalsa, ala harfi kalsa bu ne bu durut diyen manada durut. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın duayı salam durut diyen. Durut diyen ne gep dua diyen gep. Hem de bu dua eğer Allah Teala tarafından Peygamber Aleyhisselam olsa salat ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellem innallaha ve melâiketehu yusallûne alen nebi. İnnallaha salla alen nebi desek manası rahmet kıldı diyen bu manası. Rahmet kıldı. Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a rahmet kıldı diyen bu manası. Eğer firişteler tarafından Peygamber Aleyhisselam karşılığında manası istiğfar. Peygamber Aleyhisselam hakkında mağfiret dedi ve Peygamber Aleyhisselam hakkında Allah Teala'nın ki rahmetini tiledi Peygamber Aleyhisselam için diyen bu oldu. Ama müminlerden bizden Peygamber Aleyhisselam tarafı olsa dört etti diyen gibi yani Allah Teala'dan ey Allah'ım Peygamberine rahmet kılsan, Peygamberine bereket versen de ben Allah Teala'nın ki rahmetini tilişimiz oldu. Okşayış. Hem de vesselamu ala Ebi Hanifete ve ahbabihi. Salam Ebi Hanife'ye ve onun ahbapları olsun. Bana şu da kayırgan olsak biz avvalki mustanbitin kelime hitap etkenlerden bu kitaptaki usul fiqh hakkında yazılan kitap kendikini baraat istilhalden bildik ma. Hem de biyadik vesselamu ala Ebi Hanife'de ve ahbabi diyen sözden Ebi Hanife'ye ve onun ahbapları gayrı onu yaxşı görgenlerge salam olsun diyen kavludun he musannibdeki Ebi Hanife'nin mezhebi kendikini bildik. Musannib'nin Ebi Hanife'nin mezhebi de kendikini bildik. Ve ahbabi diyen ki biz aleyküm selam diyemiz. Ebi Hanife'nin yaxşı görgenlerge salam diyeni yani bizden Ebi Hanife'nin yaxşı göremiz. Bizden şu aleyküm selam kaydırımız salam diye. Ama Ebu Hanife selam ala Ebu Hanife dediğin kavli mi karaylı, şerh karaylı. Şeyde davet ediyor ki, hem de bunda bir sual arkadaş mümkün. Vesselamu ala Ebu Hanife dedikçe oturup da mukanda gel. Dese vesselamu ala Ebu Hanife dediği caiz. Mümin ga, Müslüman olsa selamu aleyküm dediği caiz. Kur'an-ı Kerim'de
bir ayet var. Yani ayet kerimede وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Yani sizlerge salam bergen adamni siz mu'min emas dema deydi ayette. Yani demek Müslüman buluş, yani salamdan şartı Müslüman buluş oldu. Esselamu Aleyküm degan adam Müslüman degan gap. Müslüman salam berdi, tamam? Müslüman salam berdi. Kafir Assalamu Aleyküm demeydi kim? Endi Ebu Hanife'ge Esselamu ala Ebu Hanife'de dese normal gap yani onu bilish qanda şataşılış emas. Peygamber Aleyhisselam dastlabki Medinaga kelganda nima dedi? Salam berishga buyurgan, salam berishga. Tunuydigan, tunumaydiganga salam berishga. Assalomu alaykum deb salam berish. Mu'minga salamni adashsiz jiqbaysa ko'tib salamni. Endi bu yerdagi masala salam deb assalatu vassalamu ala fulan deb payg'ambardan boshqaga muddat desa bulamdi. Desa ulamolarning o'rtasida bunda payg'ambarlarning g'ayriga assalatu vassalam deb deyish joiz bo'lsa ulamolar ichida ixtilof bor deydi. Bularning ba'zisi makruh. Payg'ambarning ba'zisiga assalatu vassalam deb ketsa makruh. Ularning ba'zisi harom dedi. Endi jumhur ko'p sonli ulamolar bog'ini anda assalatu vassalamu ala fulan deb mustaqil boshda desa joiz bo'lmaydi. Assalatu vassalamu ala fulan deb mustaqil boshda desa joiz bo'lmaydi, ammo ittiban yani payg'ambarga tilg'alib assalatu vassalamu ala nabiyyi ve fulan desa bo'ladi. Yani mesela yani sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve Ebi Hanife desa joiz, lekin sallallahu ve sellem ala Ebi Hanife desa joiz emas. Amma vassalamu ala Ebi Hanife deyish nima? Unda hech ixtilof yo'q. Chunki bu shuni bilish kerak. Bu shuni bilmay odamlar, nurg'ulgan odamlar qalonlar ma nimalar Hanafi mazhabidagilar andan nimaga o'rni ko'tardigan payg'ambarni o'rni ko'taryapti Ebi Hanife deb. Vassalamu ala Ebi Hanife. Bunda mushkil yo'q bunda. Assalomu alaykum degan gap bilan gap emas. Andan lekin bu yerdagi Ebi Hanifada bizga qiziqsa baraat istihlal deb ataladi. Baraat istihlal. Yani zekerahu li baraat istihlal ve ardafahu bis sahabati. Yani bundan biz bu baraat istihlalni nima uchun bilsa, birinchi Ebi Hanife'nin sahabının kendine bulaştırıp keldi. Nima ish desa, chunki u Ebi Hanife tabiindi. Ebi Hanife tabiindi bo'lganligi uchun. Endi nima ish qildi? Chunki Imom Abu Hanife rahimahullah'niki Enes Malik radhiyallohu anhu, Amir ibn Tufayl radhiyallohu anhu kelganligida ixtilof yo'q. Hamma hech kimda ixtilof yo'q. Uning keyinidan endi yana bir gap bor. Baraat istatiladigan. Abu Hanife'nin salamni Abu Hanife qarab alaydi yo'lladi desa, nima ish qildi? Musannifning mazhabi Hanafi mazhabi ekanligini bildirish. Shuni to'g'ri. Ve ba'd fa inna usul al-fiqh arba'atun. Musannif kitabini usul fiqh 4 o'rdan boshlab ketdi. Hamda mushu usul fiqh arba'atida buni hech qanday muqaddima keltirmay, uduldan boshlab ketishi musannifniki zamoniniki 344 yoki 325 yoki 314 larda o'tganligini ko'rsatdi. Yani uduldan yani muqaddimani boshlamay, muqaddimani kimada buni boshlab ketishi. Macihatdan qarasa. Lekin 4 degan tilni qarasa bu sanadaki ya 600 ya 700 asrlarda 6-7 asrlarda o'tganligini ko'rsatdi. Nima qab arba'a degan 4 degan taqsimotni eng avval o'tirgan odam kim? Abu Zayd ad-Dabbusi rahimahulloh. Shundan keyin hamisi 4 deb Faxr Islom Bazdaviy, shuning hammasi 4 deb boshlab ketgan. Endi shuning uchun bu hozirgacha yani beşledim o musannifniki zamanı qaz zaman o'tganligi aniq emas. Vallohu a'lam. Endi usul fiqhi 4 dedik. Usul fiqhniki nimalarini tushuntirgan bo'ldik. Ta'riflarini oldingi darsda tushuntirdik. Usul degan nima, fiqh degan nima, ta'rif idofi, ta'rif laqabilarini ayrim tushuntirdik. Endi buniki 4 ekanligini tushuntirdik. 4 deganimiz qasid ekanda 4 ya'ni adillatul muttafaq alayh bayn ahli sunnat vel jamoa. Ahli sunnat vel jamoat aqidasini o'tirisida birlikka kelingan dalil 4. Va illa agar unda bo'lmaganda bu dalil ko'p. Muttafaq muxtalaf fiha bo'lgan dalil Hanafi mazhabida 21 dalil bor. 21 dalil. U dalillar bo'lsa hozir gapiraman. Hamda Hanafi mazhabida ki delillar. Başka mazhabda bilan birlik kelgan dalil kitob,
Kur'an birinci, sünnet, icma, kıyas. Ma ehl-i sünnet to'g'risida muttafaq alayhi bo'lgan dalil. Endi bizning Hanefi mazhabida ishlatilgan dalillarimiz 5. delil istihsan. 6. delil şer'u men qablana. 7. delil et-taharri. 8. delil el-urf. 9. delil et-taamul. 10. delil el-istishab. 11. delil el-amalu bil-zahir ev-el-azhar. 12. delil vel-akhzu bil-ihtiyat. 13. delil vel-kur'a. 14. delil mezhebus sahabi. 15. delil mezhebu kibarit tabi'in. 16. delil el-amalu bil-asl. El-amalu bil-asl. 17. delil el-amalu bil-kaidetil kulliyye. 18. delil ma'kulun nas. 18. delil ma'kulun nas. 19. delil şehadetul kalb. 19. delil şehadetul kalb. 20. delil tahkimul hal. Tahkimul hal. 21. delil umumul belva. Umumul belva. Demek bizning Hanefi mezhebida 21 delil var diyeyim. Tabii bunun başka delilleri de var. Bunun başka delilleri mi? Lekin bular başka Şafii mezhebi, Maliki mezhebi mesela Mesalihul Mursala ve Amalu Ehlil Medine degandek başka deliller var. Bular mesela başka mezheplerinin delilleri. Ama bununki tefsilatını muşu nimelerindeki muşu delillerin heminin tefsilatını bilsem buluttu, şeyhlerini bilsem buluttu diyenler İmam Khadimi yazgan Mecami'ul Hakaik diyen kitabındaki şerhisi Menafi'ud Dakaiq Şerh Mecami'ul Hakaik diyen kitabındaki şerh karşısına şeyde 14. sayfa al-Bataş 14. sayfa karşısına şey tabi tefsirli şeyhler bilen yazıp kalıp bizim dersimiz kısa ders bu için katlam bizni söylep verdim. Anda oğandikin muttafaq aleyhi boğan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın oturuşunda hem öyle birlik kelgen delil qancha delil oldu? 4 delil. Endi olimlar ajbat so'zlagan 20 delil hammasini shu 4 delilning ichiga kirgizib o'tdi-da. 4 delilning ichiga kirgizib atganlar bor. Uni kim muvajjihlarni keyin bayon qilamiz. Birincisi Kitabulloh Taala, Alloh taolaning kitobi. İkincisi ve sünnetul Resulü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Üçüncüsü icma'ul ümmeh. Ümmetin icması. Dördüncüsü kıyas. Hoş. Hem de hüküm hem biz şer'i hükümünü dedik ya hüküm degan nimaligini bildik shunda ama hüküm şer'i şeriatning hükümü ya vahiy bilan sabit bo'ladi ya vahiyning g'ayri bilan sabit bo'ladi. Şeriatning hükümü fakat vahiy bilan Allah sabit olmaydi ba'zida. Vahiyning g'ayri bilan sabit bo'ladigan ish bor. Endi birinchisi şeriatning hükümü vahiy bilan sabit bo'lgan qismi ya vahiy jeli yani uçuk vahiy bilan sabit bo'ladi. Ya uçuk vahiy bo'ladi. Uçuk vahiy bo'lsa qolsa kitob vahiy jeli yoki maxfiy vahiy. Uçuk vahiy emas, maxfiy vahiy. Bu bo'z sunnat. Hadis nima deydi? Maxfiy vahiy. Qur'onchu vahiy jeli, sunnat nima? Vahiy xafiy. Hocam ikincisi endi hüküm ya vahiy bilan sabit bo'ladi ya vahiyning g'ayri bilan sabit bo'ladi dedik mi? Vahiy bilan sabit bo'ldigini ya kitob bilan ya sunnat bilan sabit bo'ladi. Endi vahiyning g'ayri bilan sabit bo'lgani-chi desa, vahiyning g'ayri bilan sabit bo'lgani ya ijtihod bo'ladi ya ijtihodning g'ayri bo'ladi. Endi birinchi ijtihod o'g'ini jimi mujtahid olimlarning ijtihodi bo'ladi. Agar jimi mujtahid olim ijtihodi bo'lsa, bu nima bo'ladi? Ijmo. Agar mujtahid olimlarning bir qismining ijmosi bo'lsa, bir qismi degan gap bo'lsa, bu qiyas. Ammo to'rtinchisi oxirdagi ya'ni ijtihodning g'ayri bo'lgan, ijtihodning g'ayri bilan sabit bo'lgan hukm bu shariatda dalil bo'lmaydi. Bu qoladi. Demak, hukm vahiy jali bilan bo'lsa Qur'on, vahiy xafiy bilan bo'lsa sunnat, butun mujtahid olimlarning ijmosidan bir zamonda o'tgan bir olim ijmosidan bo'lsa, nima bu ijtihod bilan bo'lsa ijmo, agar bir qismining ijtihod bilan bo'lsa qiyas. Bundan boshqalar dalil bo'lmaydi. Bunu bildik. Endi fala budda minel bahsi fi kulli vahidin min hadhihi al-aqsam. Andagandikin muşlarning har bir haqida alohida to'xtalish uchun tekshirish, tadqiqot olib berish lozimdir. Nimish qadsa li yu'lama bi zalika
tariqu tahricil ahkam. Bunu bilan ahkam chiqarishning yo'li bilinishi uchun. Ahkam, hukm chiqarish. Alloh taolaning kitobidan hukm chiqarishniki yo'llari bilinishi uchun. Endi bunu bilgan bo'lsak, endi birinchisi al-bahsul avvalu fi kitabillahi taala. Birinchi bahs Alloh taolaning kitobi haqida. Biz endi shu taqsimotlarni, 4 taqsimni bir qismini so'zlab bitib ketaylik. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo taqaddasning kitobini taqsimi 4 taqsimga bo'linadi. Alloh taolo ya'ni demak Qur'on arab tilida nozil bo'lgan. Har qanday bir tilda dastlabda til tuzilishi deb bir bosqich bo'ladi. Til tuzilish bosqichi. Undan keyin bu tilning ma'nolarga ishlatilish bosqichi. Undan keyin shu ishlatilgan so'zdan keyin shu ma'nolar, shu ishlatilgan so'zdan shu ma'nolarning nihoyat uchuq ifodalanishi yoki yepiq ifodalanish bosqichi va oxirida shu ma'nolar bilan bilgi bo'lgan bu so'zliklarning hukmlarga dalolat qilishi, hukmlarga, ya'ni boshqa uchinchi belasi hukmlarga dalolat qilishi deb 4 xilga, 4 dan taqsimga bo'linadi. Birinchisi nima ataladi? Birinchisi vujuhun nazm deb ataladi. Ya'ni bi atibari al-vada'. Ya'ni bi atibari al-vad'i, bi atibari vad'ul lafzi lil ma'na. Ya'ni so'zning ma'niga dastlabki quyilish jihatdan vujuhun nazm degan bir taqsimga aylaymiz. Ya'ni so'zning ma'niga quyilish degan gap men davomli deyman. Masalan bizda bir yirtqich hayvon bor. Joylari sangrab turadigan, nihoyat qo'rqinchli bir yirtqich hayvon. Bu asad deb bir so'z bor. Asad deb bir so'z. Ya'ni shir deb bir so'z bor. Mush asad, shir degan so'zni shu hayvonni ishlatsam, shu hayvon bor, desat hayvon bor, shu hayvonga shir degan ismni qo'ysam, shunda ataladi tasmiya, ya'ni shu vada deb ataladi dastlabda. Bunda bu til tuzilishi nurg'unlagan yillar jarayon barliq keladi. Necha ming yil mumkin. Ati bu ajdodlar bir millat necha ming yildan buyon atab kelganligini davomlashib kelgan bir narsa. Unda likkida paydo bo'lib qolmaydi. Undan keyin bu atalg'ular ba'zi jing'ini paydo bo'lishi mumkin. Jing'idan yasalgan narsalarga adabiyotshunaslar, bir qavm olimlari, ya'ni ziyolilari bo'lib, yangidan yasalgan narsalarga yangidan ism qo'yilib, yangidan ism paydo bo'lishi mumkin. Lekin tabiiyki uniki ko'nidan hammalarni tushunadigan qadimiy tarixlar bo'lishi kerak. Nima shunda vada degan bu. Vada. Xo'sh. Endi vujuhun nazm. Bu vujuhun nazm 4 narsani o'chiradi. Amaliyat 3 bu. Lekin bir bilan 4. Masalan, biri qolsa, birinchisi vujuhun nazmning taqsimotning birinchi qismi 4 qism bo'ladi. Birinchisi xos. Birinchisi xos. Ya'ni so'zlar ya nima qiladi? Faqat bir ma'no uchun qo'yiladi. Faqat bir ma'no uchun. Bu ma'niga yolg'iz holda qo'yiladi. Yolg'iz holda qo'yiladi, bu xos deb ataladi. Bu so'z bir ma'noni ko'rsatadi, lekin shu ma'nodan bir farqni ko'rsatadi faqatlam. Shu ma'noning ichidan bu faqat bir shaxsni, bir farqni ko'rsatadi. Buni nima ataladi? Xos deb ataladi. Yoki ikkinchisi am, yoki am bo'ladi. Am degani faqat bir ma'noga qo'yiladi, bir ma'noga. Lekin bu bir ma'no, shu ma'noning hammasi umumisiga qo'yiladi. Bu yolg'iz bir shaxsga emas. Masalan, asad desak, shaxs desam, xos desam asadun, bir shir. Am bo'lib kelsa, shu am bo'lib kelganda usud, ya'ni shirlar. Ikkinchisi bir narsa ko'rsatadi. Asad mana shu shir degan narsa ko'rsatadi. Usud degan bu nima? Shu shirlarni ko'rsatadi. Lekin ma'o shirlarning hamma nimasini ko'rsatadi. Ko'pligini asad degan uchun bir shirni ko'rsatadi. Farqimiz xos bilan amning. Shu xosda amdamlik birlik keladi demişqa. Ikkinchisi bir ma'no qo'yilgan uchun. Uchinchisi mushtarak keladi. Mushtarak bir ma'no qo'yilmagan. Mushtarak degan ko'p ma'no qo'yilgan. Mushtarak. Masalan, ayn desam, ko'z degan so'z. Ayn degan bu so'z ko'z degan ma'noga qo'yilgan, jasus degan ma'noga qo'yilgan, buloq degan ma'noga qo'yilgan, mol, oltin, kumush degandek ma'noga qo'yilgan. Bir qancha ma'noga. Demak, bu mushtarak. Mushtarak lafzi. Ya'ni nimalar orasida aloqasi yo'q. Ma'nolar ichida so'zlik bilan ma'nolar orasida bu ma'nolarning orasida o'zaro bir-biriga qat'iy aloqasi yo'q. Demak,
buni mushtarak deb ataladi. Mushtarak. Bu birinchi ma'noga qo'yilgan. Anda vaqtda lekin birinchi ma'noga qo'yilgan, lekin bu ma'noning hammasi iroda qilinmaydi. Shu ma'nolarning ichida nima? Faqatla ya u iroda qilinadi, ala tariqil badal deb qo'yamiz, ya'ni ya bu iroda qilinadi. Ya u ya bu. Anda vaqtda bu nisbini nima deb ataydi? Mushtarak. Endi muavval degancha desa, mushtarak desabda shunda qo'yilgan. Muavval degancha muavval mushtarakdan kelib chiqadi endi. Biz mushtarakdan keyin mushtarak keldi. Endi biz dalillarga qarab turib, so'zning oldiga dalillarga qarab turib, ya ma ma'nini tayinlashtiramiz, ya ma ma'niga qadaymiz gapni o'rnini. Shuning bilan qaysi masalan fajjaral aynu deb kelsa, buloq oqdi deb ma'no aytamiz masalan. Nima shu buloq deymiz buni desa, jara degan so'z. Ma'ni qayinizga qarasak, demak oqadigan narsa buloq ekan, shu buloqni ko'z tutib dedik. Xuddi shunday. Bu fajjaral ayn deb kelsa, mishadiki nima muavval deb ataladi, muavval. Xo'sh. Endi bu tugadi. Mana bu birinchi taqsim. Ikkinchi taqsim uchun tariqatu vujuhu al-isti'mal. Vujuhul isti'mal. Vujuhul isti'mal deganimiz qancha? Vujuhul isti'mal degan gap, ya'ni vujuhu isti'malul lafzi lil ma'na. Endi lafziz ma'niga qo'yilib bo'ldi. Lekin ba'zida shu ma'nini, shu lafzini shu dastlabki qo'yilgan ma'nisiga ishlatishimiz mumkin. Ba'zi joyda desa qo'yilgan emas, boshqa ma'noga ishlatishimiz mumkin. Ma'lum sabablar tufayli, qarinalar tufayli. Ya'ni haqiqiy asldagi ma'noga ishlatishni tutib olgan qarina paydo bo'lgan chaqda boshqa ma'nolarga ishlatishimiz mumkin. Bu boshqa qilsa bu qismi bo'ladi. Al-haqiqa val majaz va sarih val kinaya. Haqiqa val majaz degan. So'zniki masalan ra'aytu asadan desam, men bir shayni ko'rdim desam, bu yerdagi haqiqa, so'z haqiqa. Men asad degan so'zni o'ziniki asli ma'nosiga ma wudi'ala istamaltu lafza asad ma ila ma wudi'ala. Ya'ni dastlab qo'yilgan narsa ishlatdim. Bunda to'da haqiqa deb ataladi. Endi ra'aytu asadan yarmi desam, men o'q etayotgan bir shayni ko'rdim desam, bu chaqda buni men asli ma'nosidan qayirib, olqitib, o'tkazib, majaz ma'nosida ishlatgan bo'laman. Nima ish qilsa, chunki yarmi degan so'z mushqarina al-qarinatu sarifatu anil haqiqa. Amma wudi'ala. Yarmi degan so'z men asadga shir deb ma'no aytishimdan to'sib turdi. Nima uchun to'sib turdi? Chunki shir degan o'q atanmaydi. Demak, unda olganda bu yerdagi asaddan shir iroda qilinmaydigan, balki shir bilan aloqasi bir o'xshash tilib bo'lgan bir narsa iroda qilinadi ekan. Ya'ni inson. İnsanın şöyle kanatırıp okşaydı ise cesaretli okşap kalırdı. Bazı insanlar intayin şirdek cesaretli korkmaz kılıyordu. Yani şecaatlik okutup atkan bir insanını köydüm diyen mani çıkıldı diyen gibi. Bana şu söz ne? Neye işittiş? Aslı manisiga ya köşün manisiga işittiş diyen. Onundaki de hakika sarih vel kinaya. Sözler bazıda uçuk işitildi o. Uçuk. Mesela endi talak deydi o. Erkek ayağlığa endi talak dese söz uçuk degan bo'ldi. Endi ba'zida uğrup en vecihi deydi. Küzemni yet deydi. Bu kinaya. Demek endi nima ish bu gapni biz deymiz deb, usul fiqhida mushu gaplar deymiz. Mushu gaplar bilan chiqadigan hukmlar gap o'xshamaydi. Bir odam ayağlığa endi talak deb qo'ysa, buni bo'ladi, talak bo'ladi. Bu talak raj'i bo'ladi, talak raj'i. Bir odam ayağlığa uğrup en vecihi desa o çağda mümkün talak bulması mümkün talak buluşu mümkün. Eğer talak olup kalgan çağda olurdu, talak bayin düşüp edilir. Endi nemiş ki kanda olsa talak bulmaydı, kanda olsa talak olsa niyet kılgan olsa, uğrup enveci, yüzümde yut, küzemde yet degen olsa, bir adam ayalığa, bunun da niyeti de talak kılış niyet kılgan olsa, talak bayin düşüp. Eğer niyeti de talak kılış niyet kılmay, Küzemden bir tane tırlaşını, bir hediye talaş görüp giden bir onun ahanet kılışını verdik, gamboz tırlaşını, onu söz düşmeyi, talaş düşmeyi. Demek, bu şu sözlerin üzümü demek alakası varken, fikri alakası boğalık için bunu sözler vardır. Hem de mavi ikinci taksimde de, üçüncü taksimde vucuhul beyan. Vucuhul beyan dediğinde, bi etibari vuduhi vel khafa.
باعتبار الوضوح والخفاء. Yani endi aşu nimelerden aşu ma'nilarga qo'yilgan so'zlar, ma'nilarga qo'yilgan so'zlardan şu ma'nilarniki vuduh degan uchuq aniq ifodalanishi yoki maxfiy ifodalanishi. Bu daraja bo'ladi, daraja. Bu darajalarga ayirib turib, bu ikki qism bo'linadi, muqobalat deb ataladi. Bu 8 qism bo'ladi. Cho'ng qismni 2 qism, 2 taqsim desak bo'ladi, 8 qism bo'linadi. Darajatul vuduh hamda bu so'zniki ma'nini uchuq ifodalash darajalari 4 ga bo'linadi. Ya'ni qaysi? Birinchisi an-nas, birinchisi nima? Birinchisi az-zahir, ikincisi nas, üçüncüsü mufassal, dördüncüsü muhkem. Endi bi'tibar al-khafa sözden ma'nilarning maxfiy chiqish darajalari endi 4 ga bo'linadi. U bosqasi birincisi xafiy, ikincisi mushkil, üçüncüsü mujmal, dördüncüsü mutashabih. Demek sözlerden ma'nilarning chiqishi aniqlik, ro'shanlik jihatdan dalilsiz o'xshamaydi, xuddi mutavati mushakkak degandek, kulli mushakkak degandek ilmiy mantiqdagi tomning oqligi bilan tomning oqligi bilan ko'ynakning oqligi o'xshamaydi, daftarning oqligi bilan ustning oqligi o'xshamaydi degandek, ya'ni darajalar o'xshamagandek 100 gradus, 80 gradus degandek o'xshamaydi, darajalar o'xshamaydi. Buni qo'yib demak 8 ga bo'ladi, 8 ga bo'ladi. Onda biz 4 8 16 qismlar bo'ldimi? Oxirgisi 4. 4'ü bunda batılıda oxirgi 4'ü vujuhul istidlal. Endi yani mushu ifodalangan yuqoridek ma'nilarga qo'yilgan, shu haqiqat ya majaz ma'nilarga ishlatilgan va bundan ya uchuq ya yepiq holatda ma'nilar chiqqan mushunda so'zlarning nimaga, bu so'zlarni hükümlerge dalalet kılışı. Hükümge dalalet kılışı. Endi bu 4 ga bo'linadi. Vujud istidlal. Birinchi ibaratun nas. Ibaratun nas. İkincisi dalaletun nas. Üçüncüsü ikincisi işaretun nas. İşaretun nas. Üçüncüsü dalaletun nas. Dördüncüsü iqtidaun nas. Mana. Muşun olan bizdeki nimamiz, taqsimotimiz tugagan bo'ldi. Yani 4 taqsim, her birisi 4 qismdan qancha bo'ldi? 4 taqsim lazım bizga 20 qism bo'lish kerakmi edi? 4-inchisi 4 ga bo'ldi, ikkinchisi 4 8, üçüncüsü 8 16 da, dördüncüsü qancha? Yani 4 20. 20 qism tafsiliy bo'ladi. Demak, bu kitobimizda shu mutaqobilat deydi oxirida. Bu 20 qism so'zlaymiz, bu kitobga bo'lingan. Bu shu hadis qilib bor edi, ijmo qilib bor edi, qiyos qilib hammaga bor edi shu. Bu shu bizning normal so'zimiz deb aytdiki, masalan, taliqun desam da bu dunyoga bordi-ku. Bu shu taqsimotlar, bu shariy fiqh, fiqh hukmi chiqilganning hammasiga bor edi. Shu qoida deb chiqaramiz. Şunu bilan endi bugungi darsimiz mushacha oxirlasin. Inshaalloh ertadan boshlab shu xos amdan boshlaymiz va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.